Hamma dokumentlarim joyida bo'lganligi sababli, guvohnoma, sertifikat, litsenziya va diplomlarga ega bo'lganligim sababli 24 soat faoliyat yuritib kelamiz. Bizda 10 nafar ishchi ishlaydi. Ularning hammasi diplom, sertifikatlarga ega. Har 6 oydan 3 oygacha tibbiy ko'riklardan o'tib turamiz. Massaj aslida shifokor tomonidan belgilanadigan muolaja turi hisoblanib, insonlar shifo topish uchun foydalanishadi, ammo xushturong ichidagi massajchilar ham borki, ular bu kasbni niqob qilib olib, oson daromad manbaiga aylantirib olishgan. Menimcha bu kabi massajxonalar binosiga kuzatuv kameralarini o'rnatib, xonalariga parda o'rniga qulflangan mustahkam eshiklar qo'yishsa ajab emas. Bundan oldin ichki ishlar xodimlari kelib, mandan besplatniy massaj so'rashganda, men nalog to'lashim to'g'risida ularga tushuntirib aytganman. To'lov qilgan taqdirlarida kirgizishim, to'lov qilmasalar qabul qilmasligimni tushuntirib aytganman. 30-yanvar kuni tungi reyd tadbiri o'tkazdilar. Soat 11 ga kelib, ishxonamga o'zlarini tanishtirmasdan, kimligini aytmasdan qo'pol muomalada bo'lib, har xil haqoratli so'zlar ishlatib, kameramning blok qismi, ya'ni miyasini olib, o'zlari kelgan vaqtini udalit qilib, meni o'zimni shaxsiy telefonimni kovlab, SMSlarimni, planshetimni, shaxsiy iPhone 15 Pro Max telefonimni olib qo'yib, bermasliklari to'g'risida aytdilar. Mana bu tasvirlarda MChJ hududida olib borilgan tezkor tadbir aks etilgan. Ammo bu tadbir ishtirokchisining niyati intim xizmatchilarni qo'lga tushirish bo'lgan menimcha. Intim xizmati ko'rsatsin qizlar deb so'radi, pulni beraman deb pul taklif qildi. Men dedim, unaqa narsa bizda yo'q. Hech bir qizimiz unaqa narsa qilmaydi. Agar massaj xohlab kirsangiz, bemalol kirishingiz mumkin dedim. Keyin ha bo'ldi, kiraman dedi-yu, bizning ozdravительный massajimizga kirdi. Chek berdingizmi? Chek berishga uspet qilmagandim. So'radim, chek beraymi deb so'radim, chiqishga olaman dedi. Ular 11 da keldilar, bizni to yig'ib ketdilar, soat 12 bo'ldi. PPS xodimlari ham bor edi. Biz 12 da UVD ga kirib kelgan bo'lsak, ertalab 4:08 da u yerdan chiqdik. O'shangacha u yerda qon analiz topshirasan dedilar. Qon analiz topshirganimizdan keyin o'sha ro'yxat bo'yicha 2 nafar ishchimga ishlaydigan san spitsan deb tuhmat ham qildilar. Yo'q, spid ko'rsatibdi, san anoda uchotda turasan, unaqa bunaqa degan gaplar qildi. O'sha kuni 4 da kelgan bo'lsak, ertalab 9 ga borib, vokzaldan, spid centerdan yana o'tib, qaytib keldik-ku, ko'rsatdik, telefon qilib, shtabda noto'g'ri ma'lumot berganligini aytib, Tasvirga olish jarayonida bu maskanda davolanayotgan bemorlar bilan ham suhbatlashdik. Bolam 3 ga kirdi dekabrda. Shu 2 yoshidan beri massaj olamiz. Yaxshi massajlari. Bolamda shu ozgina nevrologik orqada qolgan, shunga nevropatolog yozgan. Yaxshi, juda massajlar. Mani yoshim 17 ga. Ana kelama shu grijam bor edi. Nima qildim? Yaxshi xudayashkor doktorlari ham gap yo'q. Xo'sh, aslida o'sha kuni Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari qanaqa qonunbuzarlik holatini aniqlashgan? Mazkur holat yuzasidan fizioterapiya massaj nomli MChJda massajchi bo'lib ishlovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 190-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganligi uchun tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy qaror qabul qilish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudiga yuborilgan. Biz bu ma'muriy ishni taqdiri bilan qiziqib, sudda ham qatnashdik. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 190-moddasi 1-qismi bilan toplangan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish hujjatlari qo'shimcha surishtiruv harakatlarini olib borish uchun Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 1-sonli IIBga qaytarilsin.
Oradan bir oy vaqt o'tdi, ammo ichki ishlar xodimlari bizda tadbir vaqtida jinoyatni isbotlaydigan audio yozuvlar bor deya uni sudga taqdim eta olishmagach, sud ma'muriy ishni bekor qildi. Burni og'zi yesa ham qon, yemasa ham deyishadi. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, yuqori turuvchi organ rahbarlari tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlikni yaqindan o'rganib, qonunbuzarlarga nisbatan jiddiy chora ko'rishar.